Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Qulay hayot podkastining navbatdagi soni efirda. Bu safargi mavzuyimiz ham siz uchun juda ham qiziq bo'ladi. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini raqamlashtirish jarayonlari haqida gaplashmoqchimiz va bugun studiyamizga Ijtimoiy himoya milliy agentligining byudjetlashtirish tizimini muvofiqlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'limi bosh mutaxassisi Ro'ziboyev Muhriddin akani taklif etganmiz. Muhriddin aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Rahmat. Bu yil davomida bu yo'nalishda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana oxirgi yangiliklardan biri, hozir suhbatdan avval gaplashib turgandik, aholining ehtiyojmand qatlamini qishda isitish bilan bog'liq muammolari bo'lmasligi uchun ularni qo'llab-quvvatlash uchun 1.100.000 nafar aholiga 1 million so'mdan pul bir martalik yordam pullari berilgani ham bu katta narsa bo'ldi va shunga o'xshash yil davomida yordam paketlari, aholini ijtimoiy qatlamini qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar juda ham ko'p bo'ldi va bugun aynan bu jarayonlarni raqamlashtirish jarayonlari haqida gaplashsak, hozir Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida raqamlashtirish jarayoni qanday bosqichda ketmoqda, qanday rejalar amalga oshirilyapti? Bu jarayonlar juda jadal tarzda, islohot tarzida ketyapti. Aholiga ijtimoiy xizmat yordamlarini ko'rsatishda qulaylik, shaffoflik, samaradorlik oshirish maqsadida agentlik tomonidan xizmat yordamlarini raqamlashtirish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Buni yakkol misol sifatida boya o'zingiz ta'kidlaganingizdek, o'sha ularni ham baholagan holda haqiqatdan ehtiyojmand qatlamni bilish muhim rol o'ynaydi. O'shani ham belgilangan tartibda, belgilangan reglamentga asosan 1.100.000 ta aholini 400.000 tasi nimadan kambag'al oilalar reyestriga scoring orqali kelgan oilalarga tarqatilgan bo'lsa, qolgan 300.000 tasi ijtimoiy himoya yagona reyestriga, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga tarqatildi va qolgan 400.000 tasi o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, uni o'sha mahalliy erkinligining tavsiyasiga asosan haqiqatdan ijtimoiy himoya muhtoj, lekin nimaga kirmagan oilalarga tarqatilgan. Raqamlashtirish sohasida gapiradigan bo'lsak, bu bir qismi hisoblanadi. Biz nima qilgani inson omilisiz o'sha kambag'al oilalar reyestri, ijtimoiy himoya yagona reyestri scoringi faqat idoralararo integratsiyalash shu platformasi orqali vazirlik idoralarining 50 ijtimoiy himoya yagona reyestri to'g'risida gapiradigan bo'lsam, 50 turdagi ma'lumotlar to'plami boshqa vazirlik idoralarini integratsiya qilgan holda 16 ta vazirlik idoralarini integratsiya qilgan holda inson omilisiz scoring o'tkaziladi. Ariza beruvchi o'sha haqiqatdan bu nimaga muhtojmi, uni daromadi hisoblanadi. Misol uchun bu daromadi to'g'risidagi ma'lumotlar soliq qo'mitasidan olinadi. Misol uchun bandligi ishlash joyi, bu bandlik, kambag'allik qisqartirish va bandlik vazirligi YAMMT axborot tizimidan olinadi. Misol uchun yana bitta kriteriya bor, ishlab chiqarilgan yili 7 yildan oshmagan taqdirda mashinasini, misol avtomobilni, o'sha oilaga tegishli bo'lgan avtomobilni uni nazarda tutadigan bo'lsak, uni mol mulkida o'sha nima qilgan holda, notariusdan olgan holda o'sha 7 yildan oshmagan mashinasi bo'lsa, rad qilishga sabab bo'ladi. O'sha ma'lumotlar ham avtomatik tarzda inson omilisiz baholanadi. Obbo, yana rad javob kelgan. Yunus, nima bo'ldi? Nega siqilib o'tiribsiz? Ijtimoiy himoya reyestriga ariza qoldirganim. Yana rad javob kelgan. Hamma joy tanish bilish bo'lib ketgan bor-ku. Rad sababi nima ekan? Mashinamda qanaqadir muammo bor ekan. Mashina qachon ishlab chiqarilgan edi? Yili 2023. Reyestrga kirish uchun mashina ishlab chiqarilgani 7 yil bo'lish kerak. Keyin bunga qo'shimcha ravishda o'sha vazirlik agentlik nima qilgan, tashkil etilgandan beri yagona milliy ijtimoiy himoya axborot ekotizimi shakllantirib ishlab chiqilmoqda, joriy qilinmoqda. Bu axborot tizimi, ekotizim doirasida 20 dan ortiq modullar o'zini funksionalligidan va kontingentlari, misol uchun bu yerda nogironlik bo'lgan aholi bo'lishi mumkin, yolg'iz keksa nimaga xizmat ko'rsatish, kimga qaysi darajada xizmat ko'rsatib kelib chiqqan holda va shuningdek o'sha agentlik faoliyatida faoliyat olib borayotgan xodimlarni qulaylik yaratish maqsadida shunga o'xshash 20 tadan ortiq bular, misol uchun kambag'al oilalar reyestri moduli, misol uchun individual va kambag'al oilalar reyestriga xizmat ko'rsatish maqsadida ishlab chiqariladigan individual rejalar moduli
vasiylik va homiylik modeli, tazyiq va zo'ravonlikka uchraganni reabilitatsiya qilish modeli bor. Shunga o'xshash, misol uchun ijtimoiy taksi yaqinda o'zingiz xabaringiz bo'lsa kerak, o'sha nogironligi bo'lgan bolalarni maktabga ta'lim olish uchun imtiyoz berish va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijtimoiy taksi modelini 2025-yilda ishga tushirdik. Keyin yana bitta qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, kunduzgi parvarishlash va yolg'iz keksalar bo'lgan shaxslarni reyestrini yuritish, ularga ko'rsatilgan xizmatlarni olib borish maqsadida ularga tegishli bo'lgan modellar ham mavjudda. Bilamiz, yoshlar daftari bor, temir daftari bor, ayollar daftari bor. Bu tizimlar qanchalik samara beryapti deb hisoblaysiz? Bu doirasida biz hozir Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag' hisobidan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan shaxslarga ko'rsatilish nazarda tutgan 12 turdagi yordam va xizmatlar mavjud bo'lib, ularning 6 tasi уже raqamlashtirilgan, voucher sifatida, kompensatsiya sifatida va subsidiya sifatida o'sha qoplab berilmoqda. Misol uchun, jarrohlik amaliyotsiz davolanish va jarrohlik amaliyoti xarajatlarini qoplash xizmatimiz bor. Hozirgi kunda to'liq raqamlashtirilgan bo'lib, buni tartibini aytib beradigan bo'lsam, fuqaro nimaga borib, tibbiyot markaziga borib murojaat qilgan taqdirda u bizda tizim o'sha kontingentga, kambag'al oilalar reyestriga mavjudligini tekshiradi. U to'liq integratsiya orqali. Agar u tasdiqlansa, bizni kambag'al oilalar reyestrida mavjudligi keyingi etapga tushadi. U tibbiy ko'rikdan o'tiladi. O'sha Saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan davolanish kerak mumkin bo'lgan summagacha nima qilib, tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin bizga tibbiy ko'rikni xulosasi bo'ladi. U order shakllanishdan oldingi xulosasi bu qancha summaga davolanish mumkin, qayerda davolanish mumkin, qaysi kasallik turi to'g'risidagi ma'lumotni bizga integratsiya sifatida bizni tizimimizga qaytarib yuboradi. Bu sog'liqni saqlash Demet tizimi orqali bizga yuboriladi. Keyin bizga kelgandan keyin mahalliy yettiligi o'sha Saxovat va ko'mak va jamg'armasi hisobida o'sha belgilangan, so'rayotgan, talab qilinayotgan summada mahalliy yettilik jamg'armasi mahalliy yettiligida o'sha mahallaga tegishli jamg'armada yetarli summa borligi yo'qligini tekshiradi. Bu ham raqamlashgan. Agar bor bo'lsa, ijobiy javob beradi. Davolanish, agar o'sha yerda yotib davolanadigan mana shu summaga, mana shu kasallik bo'yicha davolanadigan bo'lsa, biz tasdiqlaymiz. Kollegial qaror, mahalliy yettilikning kollegial qarori chiqadi, shakllanadi. Unga asosan yana u kollegial qaror nimaga Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli tizimiga, Demetga boradida order shakllanadi. Order va kollegial qaror bir vaqtning o'zida o'sha davolash kerak bo'layotgan muassasaga integratsiya qilib boradi. O'chirib navbatga qo'yadilar. O'sha orqali chaqiriladi fuqaro navbat kelayotgan paytda o'sha kasallik turi bo'yicha o'sha bo'limda nima qilgandan keyin fuqaroga telefon qilib chaqiriladi. Mana 10 kun oldin yo 5 kun oldin aytiladi. Sizni mana shu davolanish muddatingiz mana shu joyda tasdiqlangan, nima qilingan. Aytmoqchi bo'lganim, fuqaro hozir oldin borib kelish kerak bo'lgan, olib yurish kerak, mana kollegial qaror olish kerak, orderni, xulosani olish kerak yoki mana kambag'al oilalar reyestriga kirgan ma'lumotnomani olish kerak. Hujjatvozlik inson omili kamaytirgan holda to'liq avtomatlashtirilgan, bitta murojaat qilsa bo'ldi, oxiri order chiqadi o'sha navbatga qo'yiladi. Tushunarli. Va aytmoqchisizki, bu yo'nalishdagi raqamlashtirish ishlari baribir har tomonlama shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini ortiqcha sarsonchilikdan, ortiqcha sansolarlikdan, yugurlardan xoli qilishga qaratilgan va bu borada inson omili qanchalik kam bo'lsa, shunchalik korrupsiya xavflari ham kam bo'ladi-da. Ya'ni endi hamma 5 qo'l barobar emas, guruch kurmaksiz bo'lmagani kabi baribir pul bor joyda shu niyati buziladigan insonlar ham bo'lishi mumkin demoqchiman. Va mana shunday holatlarni oldini olish uchun yana qanday mexanizmlar ishlab chiqilgan inson omilini maksimal kamaytirib borish uchun kelgusida ham. Shu asosiy e'tibor o'sha raqamlashtirish va o'zi hamma joyda nima bo'layotgandek, bizni ham o'sha e'tibor qilinadigan, inson omili aralashadigan, o'sha har bitta bizni nimada biz ijtimoiy himoya milliy agentlik tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarda o'sha xulosa berishmi yoki nimami, moddiy nima bo'lib qoldi? Fuqaroga yordam berish, moddiy nafaqa, yordam, kompensatsiya, o'shalarga maksimal darajada raqamlashtirish, inson omilini aralashtirmaslik. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, shu kunga qadar Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi vazirlik 40 dan ortiq vazirlik idoralarining 130 dan ortiq ma'lumotlar to'plami integratsiya qilingan. Tegishli xizmatdan foydalanayotgan bo'lsa,
fuqaro foydalanishi kerak bo'lib ariza berayotsa, arizachini o'sha ma'lumotlar to'plami integratsiyadagi ma'lumotlar orqali skoring qilish, baholash belgilangan. Tushuntirib beradigan bo'lsak, yagona reyestrga kirganda fuqaro o'sha yerda talablar belgilangan talablarni skoring qilishda birinchi bandligi, uni daromadlari haqiqatdan o'sha yagona reyestrda bolalar nafaqasiga ariza beradi-da. Ariza bolalar nafaqasi ajratishga loyiqmi? Haqiqatdan u nochor holatdami, ijtimoiy holati qanday, uni daromadlari, bandligi, o'sha mashinasi bormi, qanday yoki band bo'lmasa nimadan ro'yxatga o'tganmi? Aholini bandlik ko'maklash markazidagi nima ishga kirish bo'yicha ro'yxatga o'tganmi? Shunga o'xshash belgilangan kriteriyalar integratsiya orqali tekshiriladi. Va bir necha soniyalarda uning javobini olish imkoniyati bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni ariza qoldirgandan keyin berilgan reglamentga va ma'lumotlarni olish nimasiga kelgan holatda, misol uchun 1-2 kun bo'lishi mumkin. Maksimalni, misol uchun qo'shimcha skoring talab qilib, может, misol uchun kambag'al oilalar reyestriga kirish nimasi bor-da. O'shani birinchi etapda baholashda o'tkaziladi, o'sha belgilangan integratsiya. Ikkinchi etapda biz uni nimasini bilmaymiz. Faqat rasmiy daromad olamiz. Aholini o'sha oilaning norasmiy daromadini bilish uchun ijtimoiy xodim yoki hokim yordamchisi boradida aholi bilan so'rovnoma qiladi. Misol uchun mol holi bormi, o'sha nima qanaqasi moli, qo'yi, nimasi, o'sha chorvasi haqida va qo'shimcha o'ziga nomiga оформление qilinmagan, misol uchun mashinasi bormi, o'sha orqali daromad keltiradigan oilaviy sharoitini, yashash turish nimasini ko'radi, o'rganadi, o'sha savolnomasini to'ldiradi, yana o'shani ham qo'shgan holda nima qiladi? Skoring qilib, haqiqatdan o'shanga loyiq, haqiqatdan shunga berilishi kerak bo'lgan xizmatdan foydalanish shaxslar aniqlanadi o'sha orqali. Hozir planshetlar bilan o'rganish ishlarini olib borilishi aynan mana shu siz hozir aytgan tizim, to'g'rimi? Ya'ni o'sha nima deydi, onlayn tarzda emas, offlayn tarzda ham o'rganish ishlarini olib borilishida shunda, to'g'rimi? Da, o'sha so'rovnomani o'tkazgan holda o'rganish shu jumlasiga kiradi desak ham bo'ladi. Borgan holda o'sha fuqaroning holatini, ijtimoiy holatini biz nimadan rasmiy tarzda olamiz-da, u rasmiy nima teniv ekonomika bor-ku hozir baribir. O'shanga o'xshash, misol chorvasi bu yoq tarafda boshqa joyda bo'lishi mumkin, mahalla raisi taniydi, o'sha savolnomasini ko'radi-da, nima qiladi. Tushunarli. Va hozir juda ko'p xizmatlarni aytdingiz. Aynan aholining ijtimoiy ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash borasida yo'lga qo'yilayotgan tizimlar va ularni raqamlashtirish borasida ko'plab ma'lumotlar berdingiz. Uydan chiqmay turib, misol uchun hamma ilovalar, hamma o'sha platformalar hammada ham bo'lmasligi mumkin, lekin juda ko'pchilik yurtdoshlarimizda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyGovdan foydalanish imkoniyati bor va unda barcha xizmatlardan foydalanib boriladi. Siz ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi qaysi xizmatlardan to'g'ridan to'g'ri my.gov.uz orqali ham foydalanish mumkin, ya'ni integratsiya qilingan? Bu haqida gapirishdan oldin bir nimani gapirib ketay. Biz inson ijtimoiy xizmatlar markazida ko'rsatilgan xizmatlar soni va 2025 da qancha xizmatlar joriy etilganligi bo'yicha agentlik tomonidan 2025-yil davomida 42 turdagi xizmat va yordamlar joriy qilingan bo'lib, bular inson markazlari tomonidan ko'rsatiladi va shundan общий hisobda oladigan bo'lsak, shu kungacha 125 taga yetdi o'sha xizmatlar soni. Bu degani 30% oshib 50% ko'rsatish yuqorilash desa ham bo'ladi. Misol uchun 83 ta bo'lsa, 42 tasi yangi joriy qilingan bo'lsa, 125 ta bo'ladi-ku, o'sha 50% уже xizmatlar sonini yana oshirdik va bir qatorda bularni hammasi faqat inson markazlari tomonidan ariza bermasdan, shularning bir 60%ni ijtimoiy 60-70% desa ham bo'laveradi. Ijtimoiy xodimlar tomonidan o'sha mas'ul xizmatlardan foydalanish uchun ariza bersa bo'ladi. Buning uchun faqat o'sha mahallangizdagi ijtimoiy xodimga uchrashishingiz talab etiladi, oddiy. Qo'shimcha sifatida aytganingizdek, o'zi mustaqil ravishda foydalanadigan bo'lsa, agarda o'sha nimasi texnologik o'z saviyasi nimasi yetadigan nimalar fuqarolar ko'payib bormoqda hozir raqamlashtirish sohasida. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etilgan 10 turdagi xizmatning ommabop 10 tasi joriy etilgan va shu kunga qadar 7 milliondan ortiq foydalangan. Tushunarli. Raqamlashtirish jarayonlari bundan buyog'iga faqatgina tezlashib boradi, hamma sohada ommalashib boradi, lekin baribir katta avlod vakillari bo'lishi mumkin, qo'llarida smartfon yo'q yoki smartfonlardan foydalanish bilmaydigan, ayniqsa sizlarning yo'nalishda yoshi katta insonlarga ular mana shu xizmatlardan qulayroq foydalanishi uchun parallel tarzda qanday mexanizmlar ishlab chiqilgan? Smartfon yo'q
Bo'lishi yozsam, mumkin, bor internetga bor kirish bizda ham imkoniyati misol uchun yolg'iz seksiya nogironligi bo'lgan o'zgacha parvarishga muhtoj shaxslar bizni asosiy kontingentimiz bir hisoblanadi. Ularga assistentlar, ijtimoiy xodim assistenti degan nimamiz bor. O'shalar orqali kundalik xizmatlarni qilish yoki ularga faol hayotga qadam dasturi doirasida 5 ta turdagi xizmatlarni ko'rsatish rejalashtirilgan. Rejalashtirilgan va qilib kelinmoqda, bir qanchasi qilinib kelinmoqda. Misol uchun kundalik uy sharoitida o'zini o'zi eplolmaydigan, o'zini nima qila olmaydigan shaxslarga, yolg'iz seksiyalarga bir qancha xizmatlar endi onlayn tarzda ariza beriladi, ular yaqinlari tarizidan beriladi yoki boshqa tarzdan yonidan beriladi, tomonidan beriladi. Bizni xizmat ijtimoiy xodim assistenti nimalarimiz bor, har bitta mahallada, nimada. Ular tomonidan o'sha soatbay xizmatlar ko'rsatiladi va xizmatlari nimasi bizni Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan ta'bil yuritgan holda ko'rsatgan xizmatiga belgilangan soatbay summa asosida to'lovlar amalga oshirib kelinmoqda. Ularni raqamlashtirishga jalb qilish, raqamni qamrovini oshirish maqsadida kelgusida rejalar bor. Bir ikkita endi o'sha rahbariyat bilan nima qilgan holda o'sha nima yomon tarafi yoki qiyinchilik nima bo'lmaganligini muammosi bo'lmaydigan taraflarni tahlil qilgan holda o'shani muhokama qilyapmiz. Kelgusida bu bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Tushunarli. Va yaqin 2-3 yil ichida bu tizimda Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi yo'nalishidagi ishlarda qanday yana yangi xizmatlar yo'lga qo'yilishi reja qilingan. Bundan tashqari AI rivojlanib boryapti. Sun'iy intellekt orqali qaysidir xizmatlarni sun'iy intellekt orqali to'liq ko'rsatish borasida ham qanday yangiliklarni kutishimiz mumkin keyingi 2-3 yilda? Keyin sun'iy intellektga urg'u beradigan bo'lsak, keyingi 2-3 yil ichida o'sha bizni nimamizni takomillashtiramiz. Как MyGo o'ziga o'xshatib my.ixma.uz nima qilish va u yerda xizmatlardan foydalanishda AI nima qilish yordamchi chatbotini qo'yish rejalashtirilgan va shuningdek kelgusida hali 22 yilda hisobga oladigan bo'lsak, o'sha maqsadimiz birorta shaxs yana mobil ilovamiz ham bor. My.ixma mobil ilovasi. O'sha yerdan xohlagan shaxs u ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lishi shart emas. Registratsiya qilgan holda, registratsiya qilgan paytda u to'g'risidagi ma'lumotlarni oilasi, nimasi, o'sha daromad to'g'risidagi ma'lumotlarni integratsiya qilib, uni pasport shakllanadi va undan keyin unga o'sha sun'iy intellekt asosida o'shanga mos bo'lgan xizmatlarni taklif qilish. O'sha yerda barcha xizmatlar turadi. Lekin misol uchun oladigan bo'lsak, mana yashillar unga mos, o'shandan foydalansa bo'ladi. O'sha o'zining holatidan kelib chiqqan holda ularning boshqa xizmatlar seriyada turib o'shani qilish rejalashtirilgan. Yana qo'shimcha sifatida endi katta nima bo'lishi mumkin, bu prioritetni kosmosning nima maqsad bo'lishi mumkin. Endi baribir o'sha yagona ijtimoiy milliy axborot tizimimizda nogiron belgilash tegishli jarayonlarni iloji boricha sun'iy intellektni joriy qilish nimasi rejalashtirilmoqda, maqsad qo'yilmoqda. Endi katta rahbariyat tarafidan ham o'zimiz nimamiz tarafidan ham bu ham hali 26-27-yillarda bo'lib qoladi degan nimamiz bor. O'sha yil boshlaymiz. Shu qisqacha va mana shunaqa hozir dastur davomida aytganing yangiliklaringiz, dastur davomida aytgan xizmatlaringizni maksimal ravishda yana ham raqamlashtirishni jadallashtirish va qulaylikni oshirish bilan davom etadi bu kabi yo'nalishdagi ishlar. To'g'rimi? Albatta, qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi o'zida misol uchun ariza bermasdan fuqarolarning nimasi ishtirokisiz 8 ta turdagi xizmatimiz proaktiv tarzda yo'lga qo'yilgan. Bularga misol uchun bolalikda nogironlik bo'lgan nafaqasini tayinlash kiradi. Misol uchun tug'ilish o'sha bola tug'ilgandagi beriladigan nafaqa, dafn nafaqasi shular jumlasidan shunga o'xshash 8 ta turdagi nafaqalarimiz proaktiv tarzda o'sha belgilangan skoringlardan uni ariza berish ham shart emas. Boshqa misol uchun shular tayinlash yo'lga qo'yilgan qisqacha.
tushunarli. Katta rahmat Muhriddin aka bugungi tashrifingiz uchun va ma'lumotlaringiz uchun. O'tgan 2025-yil siz va sizning hamkasblaringiz uchun ham juda ham salmoqli yil bo'ldi. Juda ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. 2026-yilda ham bu ishlar bardavom bo'lishini tilaymiz. Sababi aholining ehtiyojmand qatlamini, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash davlatimizning ham bugun ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi va bu boradagi ishlaringiz jadallashib borishi, raqamlashtirish jarayonlari yanada jadallashishi esa ular bu ishlarning yanada izchil olib borilishiga katta turtki bo'ladi, katta yordam beradi. Katta rahmat, xush kelibsiz. Rahmat sizga ham. Va bizning navbatdagi dasturlarimizni, navbatdagi podkastlarimizni ham kuzatib boring. Unda sizning hayotingizni qulaylashtirishi mumkin bo'lgan yangiliklar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Rahmat.